O'rtoqlar, konditerlar meni juda ham ko'p kuzatishadi. Hozir sizlarga bitta полезный informatsiya bilan bo'lishib ketaman. Qaranglar, mana bu zolotistый poddonni korobkaga solib qo'shib beraman. Har doim o'zi olib qolmayman. Qo'shib beraman, plus oppoq korobkaga solaman. Keyin mana bu yarimtali list uchun esa shuni ikkiga bo'lib olaman mana. Bu poddonni ham qo'shib yuboraman. Keyin men chetlari neopryatniy bo'lib ketmasin, men baribir kremoviy tekstura tegmasin deyman-da. Siljiganda bunday oq qog'oz solib qo'yaman. Akkuratni, chiroyli turadi. Ochganda ham приятный emotsiyalar beradi. Shuning uchun tegiga rosa ko'pchilik so'rashibdi. Yarimtali zolotistый poddonni qatdan olasiz deb hech qatdan olmayapman. O'zim uyda ikkiga bo'lib olaman. Sal ish ko'paysa ham, zato upakovkalar chiroyli bo'lib, akkuratni ketadi. Yandekslardan ham xavotir olmayman. Yomon haydayotgan bo'lsa, pirojnoy dabdala bo'lib ketadi demasdan. Shunaqa.